San'atga qiziqish. Ko'pchilik kishilar kunning kechki qismida hech qanday xalaqit berilmasligini xohlashadi. Ular doimiy erinchoqlikning ortidan quvvatilar. Qo'llari hech bir ishga bormaydi. O'zlari adabiyot haqida juda kam ma'lumotga ega bo'lgan holda, bu sohada o'ta didsiz bo'lsalar ham, shunday erinchoqlik bilan o'rganishga adabiyotdan boshqa biror muqobil borligiga ishonishmaydi. Bu juda katta xato. Nashrdan chiqqan kitoblarning yordamisiz nimanidir tuzukroq o'rganishning umuman iloji yo'q. Yoki har qanday vaziyatda ham qog'oz kitoblarsiz judayam qiyin. Agar ko'priklarning qayiqda suzishning sir asrorlariga qiziqsangiz, adabiyotga bo'lgan qiziqishingiz sustligi sizni ana shu mavzudagi eng yaxshi kitoblarni o'qishingizdan qaytarib qolmasligi kerak. Shu sababdan ham adabiyotni adabiy bo'lmagan mavzularga bag'ishlangan kitoblardan farqlay olishimiz kerak. Izlanishlarimiz davomida hali adabiyotga ham murojaat qilaman. Adabiyot va ilm-fanga oid kitoblar orasidagi farqni bilib olish kerakligini aytmoqda. Suzuvchilikka oid ma'lumotlarni ham kitoblardan topish mumkin va shu kabi adabiyotdan boshqa sohada qiziqadiganlar ham kitob o'qishga o'zida ishtiyoq uyg'ota oladi demoqchi. Meredit hech qachon o'qimaganlarga ham yoki janob Steven Phillips shoirmi yoki yo'qligi haqidagi bahslarga befarq bo'lmaganlarga ham shuni ta'kidlamoqchimanki, ular to'laqonli o'z huquqlari chegarasidalar. Adabiyotni sevmaslik jinoyat emas, ahmoqlikning belgisi ham emas. Adabiyot mandarinlari. Wordsworthning Tennysonga qanday ta'siri borligini fahmlay olmagan omadsiz kishilarni zudlik bilan qatl qilishga buyuradilar. Ya'ni majoziy ma'noda adabiyot haqida bilimga ega bo'lmaganlarga yaxshi bilimsizlik qarashlari aytilmoqda. Lekin bu surbetlikdan boshqa narsa emas. Agar ulardan Chaykovskiyning G'amgin simfoniyasini yozishga nima sabab bo'lganini tushuntirib berish so'ralsa, ular adabiyot ekspertlari darrov qayerga g'oyib bo'lib qolishadi. Rivojlanish yo'lida bo'lganlar uchun adabiyotdan tashqari ham ajoyib natijalar beradigan ulkan yo'nalishlar mavjud. Masalan, hozirgina bugungi Angliyaning yuqori sinf kishilari orasida eng mashhur musiqadan birini aytib o'tganim uchun sohil bo'yi konsertlari avgust oyida boshlanishi yodimga tushib ketdi. Ana shu konsertga borasiz, tamaki chekib musiqadan zavqlanasiz. Lekin pianino ham, skripkani ham, hatto banjo chalishni ham bilmasligingizni aytarsiz. Ya'ni musiqa haqida hech qanday ma'lumotga ega emassiz. Buning nima ahamiyati bor? Bu sizning musiqaga bo'lgan chinakam ishtiyoqingizdan dalolat beradiki, dirijyor zalni siz va tengdoshlaringiz kabi kishilar bilan to'ldirish uchun dasturdan deyarli barcha yomon musiqiy materiallarni chiqarib tashlashga majbur bo'ladi. Xuddi eski Covent bog'i konsertlari davrida bo'lgan o'zgarish singari. Endi pianinoda qiz ibodati kuyini chala olmasligingiz oylar davomida kechki paytlar eshitib yurgan orkestringizning tarkibi bilan tanishib chiqishingizdan to'xtatib qolmasligi kerak. Shu yo'sinda orkestrni tushunish qiyin bo'lgan, lekin o'zidan yoqimli musiqalar chiqarayotgan turli-tuman cholg'u asboblari to'plami deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ajab emas. Sababi siz musiqaning mayda detallariga e'tibor berib eshitmaysiz, chunki quloqlaringizni bunga sira o'rgatmagansiz. Agar sizdan Si minor, Beethovenning eng mashhur simfoniyalaridan biri katta ehtimol bilan bir marta bo'lsa ham qulog'ingizga chalingan. Simfoniyasining boshlanishida asosiy tonda chalingan instrumentlarni nomlangan deb so'rashsa, aminmanki ularning nomini topolmaysiz. Lekin Si minor simfoniyasidan zavqlanasiz. U sizni to'lqinlantirib yuboradi. Yana qayta eshitsangiz ham xuddi shu tuyg'uni his qilasiz. Bu kuy haqida hatto o'sha ayolga ham kimni aytayotganimni o'zingiz bilasiz. Zavqi shavq bilan gapirib ham bergansiz. Bu simfoniya haqida ayta oladigan bor gapingiz uni Beethoven bastalagani va juda ham yaxshi asar ekanligi xolos. Endi aytaylik, janob Krexbelning Musiqani qanday tinglash nomli kitobini har qanday kitob do'konidan Algambredadan
bitta o'rindiqli chipta olish uchun sarflanadigan puldan kamroq qolishi mumkin bo'lgan kitob. Unda orkestr tarkibiga kiruvchi barcha cholg'u asboblarining suratlari va orkestrning tuzilish tartibi berilgan. O'qigan bo'lsangiz, keyingi safar dengiz bo'yi konsertiga hayratlanarli darajada kuchaygan qiziqish bilan borasiz. Bu safar orkestr ko'zingizga chalkash to'plam o'rniga har bir a'zosining turli xil ajralmas funksiyasi bor bo'lgan juda ajoyib tarzda muvozanat saqlagan organizm kabi ko'rinadi. Instrumentlarni va ulardan chiqayotgan ovozlarni diqqat bilan tinglab, farqlay boshlaysiz. Fransuz valtornasi damli cholg'u asbobini ingliz valtornasidan ajratib turadigan farqni payqaysiz va skripka chalish qiyin bo'lsa ham, nega klarnet chalg'uvchisi skripka sozandasidan ko'ra ko'proq pul olishini tushunasiz. Zotan oldingi safar xuddi chaqaloq yorqin narsaga tikilib qaragani kabi quvonchli koma holatida konsertda shunchaki mavjud bo'lgan bo'lsangiz, bu safar unda yashaysiz. Chinakam sistematik musiqiy bilimlarga ega bo'lishning iloji bor. Siz musiqaga bo'lgan talablaringizni maxsus bir turiga, masalan, simfoniya yoki qaysidir bir bastakorning musiqiy asarlariga nisbatan ixtisoslashtirib olsangiz bo'ladi. Qiz ibodatlari kuyini pianinoda chalib ko'rishdan juda yiroq bo'lsangiz ham, o'sib borayotgan bilimlaringizdan kelib chiqqan holda tanlangan konsertlarga borish bilan birgalikda dastur o'zlashtirishingiz sarflangan 3 kechasiga ega 48 haftadan tashkil topgan 1 yil o'tgach, siz musiqa haqida rostdan ham nimanidir bilib olishingizga ishonchim komil. Lekin men musiqani yomon ko'raman deyishingiz mumkin. Qadrli janob, sizga hurmatim cheksiz. Musiqaga tegishli bo'lgan narsa boshqa san'at turlariga ham tegishli bo'ladi. Boshqa san'at turlari haqidagi tizimli bilimlaringizni shakllantirish uchun faqatgina boshlanishi sifatida Londonda ko'p o'qiladigan materiallardan bo'lgan janob Claremont Whitney suratlarga qanday boqish yoki janob Russell Sturgisning arxitekturaga qanday baho berish nomli asarlarni tavsiya qilsam ham bo'ladi. Men san'atning har qanday turini yomon ko'raman deysizmi? Qadrli kitobxon, sizga bo'lgan hurmatim yana oshishi mumkin. Adabiyotga yetib borishdan oldin sizning holatingiz bilan ishlayman.